Yaxshi lokatsiyadan kvartira so'raganlar uchun bizda yangi obyektimizga chiqyapti. O'rtoqlar, biz hozir Olmazor tumaniga kelganmiz. Qorasaroy, ya'ni ham orientirimiz Qorasaroy zapravkasi bo'lyapti. Islom sivilizatsiya markazidan shunday tushib kelishinglarda yo'l yuziga yaqin joyda joylashgan. Mana shu ortimda turgan umumiy 9 qavatli binoning 6-etajdan 68 kvadratli xonadonimizga chiqyapti. Yon atrofida bog'cha, maktab, kerakli do'konlar, bolalar maydonchasi, mashina qo'yishga parkovkalari ham mavjud. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, to'liq obzor va oxirida albatta narxini aytib o'tamiz. Eshikdan kirganingizda sizlarni mana shunaqangi kiraverish qismi kutib oladi. Demak, o'ng tomonda hojatxona, uning yonida bo'lsa yuvinish xonasi joylashyapti. To'g'rida bo'lsa oshxona. Oshxonani ham katta va kengligiga o'zingizlar alohida baho berib qo'yasizlar. Bu yoqdan balkonga chiqamiz. Xo'p, o'rtoqlar, balkonimizda ham kattagina qilib ishlab qo'yilgan. Xohlasanglar oshxonani bu yoqqa ko'chirib, 2 xona emas, 3 xona qilib olsanglar bo'ladi. Ko'rayotganinglardek Islom sivilizatsiya markazi ham, bu yoqdan Toshkent teleminorasi ham ko'rinib turibdi. Ana endi qolgan xonalarni ko'rib chiqamiz. Oshxonadan chiqqaninglarda bu yoqda sizlarni birinchi bu bolalar xonasi kutib oladi. Ko'rayotganinglardek mana shunaqangi mebellardan foydalanib qo'yishgan. Demak, bu yoqdan chiqib kelganinglarda bu yoqda родительский spalnimiz kattagina keng shinam qilib ishlab qo'yishibdi. Xo'p, o'rtoqlar, yana bir marta eslatib o'taman, Olmazor tumani Qorasaroyga kelganmiz. Orientirimiz shundoqqina Qorasaroy zapravka bo'lyapti. Umumiy 9 qavatli binoni 6-etajda joylashgan 68 kvadratli xonadonni sizlar bilan birgalikda ko'rib obzor qilib chiqdik. O'rtoqlar, mana shu ko'rayotgan xonadoningizga $79,000 so'rashyapti. Tepasiga kelsanglar yana ham kelishadigan joyi bo'ladi. Videoda ko'rgan mebel texnikalar hammasi qoldirib ketadi. Yana batafsil ma'lumotlarni egalaridan bilib olsanglar bo'ladi. Sizlar bilan ko'rdik kanalni bizni nazorlashmanglar.